nihoyasida odamlarga ehson qilishlik haqida. Odamlarga ehson qilishlik deganda har bitta narsani o'zining ehsoni bor. Ketyapsiz yo'lda, mashinangizda joy bor. Yosh bolasi bilan bir ayol turibdi. yoki 3-4 ta bir qariyalar turibdi. Shu tomonga ketyapsiz. To'xtab, "Men tomongacha boraman yoki falon joygacha boraman" deb qo'yaveraylik. Endi kamroq remont qilamiz mashinani, ishoninglar. Benzin rasxodlar ham ozayadi. Chunki ya ibn Adama anfiq unfiq alayk degan Alloh. Infoq qil degan Alloh. Men ham senga infoq qilaman degan. Xohlaymizmi Allohning infoqi bo'lib bizga bo'lishligini? Xohlaymizmi? Demak biz ham odamlarga nima qilaylik ekan? Infoq ehson qilaylik. Odam tashiydigan avtobusda haydovchilar. Qish kunida turibmiz. Kichkina bolachalar qo'lini ko'tarib turadi. 3-4tasi o'tib ketdi. Soqatib turibdi. Yo'lda ehtimol itlar bor, ehtimol yo'l uzoq, yo'l emas, qo'lini ko'tarib turibdi. Birinchi, ikkinchi sinfda mashincha kichkina bolachalar. Kelyapti bus. To'xtashlik imkoniyati bor. Avtobus bo'sh. Endi jilgan kanishlikda. Bahray o'tib ketaveradi-da. Faraz qildi, seni bolang ham shunday qilib kimdir olmay ketdi. Nima der eding? To'g'ri, hammasi ham pul beravermaydi. Sen oshishada bilgan mana shu klient, mana shu yosh bola, bilasanmi kim? Bu zaif bu. Bilasanmi agar shuni olib ketganingda senga nima boradi? Alloh taolo aytadi: "Ibghuni inda zu'afaikum." Meni deydi Alloh taolo, zaiflarning oldidan qidiringlar deydi. Zaif kim? Ayol kishi zaif, yosh bola zaif, espas odam zaif. Shu zaiflarga yaxshilik qilsanglar, meni topasizlar shularning oldida deyapti Alloh taolo. Endi hamma haydovchilar ham bunaqa emas. Lekin ayrim shunday vijdonsizlari ham bor. To'g'ri, hammasini puli yo'qdir. Tushib ketyapti shu bolachalar, "Rahmat amaki, Alloh rozi bo'lsin" deb qo'yadi. Shuni duosi ijobat bo'ladi. Chunki begunohda u zaifda u. Chunki siz uni qalbiga xursandchilik kirgizgan paytingizda bilasizmi? Dunyodagi eng katta savob ishni qildingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, dunyodagi eng ulug' savob ishlardan bir musulmonning qalbiga nima kirgizishlik? Xursandchilik kirgizishlik. Bir musulmonning hojatini chiqarish uchun ko'chaga chiqish deydi payg'ambarimiz. Meni masjidimda bir oy e'tikof o'tirishligidan savob bo'laveradi deydi. Olib qo'yingda, mana shular agar bularchi pul bermasa, rahmat demasa, Robbimiz ko'rib turibdi bularni. Yo ishonmaymizmi? Demak, har bitta narsaning ehsoni bor. Shu ehsonni qilaylik. Haydovchi shu odam tashilgan akalar oldimdagi tortib ketdi. Nariga cho'zvordi, mo tashavordi qilib turib, siqilavermanglar. Mana shu bir yetim yesirlarga, zaiflarga ehson qilinglar-da, Alloh bergan rizqni yeysizlar. Tortib olgan borib turib o'zinikini yeydi. Tashavorgan ham o'zinikini yeydi. Siz o'zingizni yo'lingizda ketavering. Mo'min sifatida qizilga to'xtasiz o'tib ketyapti narigisi. Shaq qizil yuradi. Yelkasida o'tirgan 20 ta yoki 30 ta odamni jonini xatarga qo'yib. Albatta bu bitta ma'ruza bilan hamma zo'r bo'lib ketmaydi. Nima uchun aytdik bu gaplarni? Bu gaplar shuncha aytdikki, bizni yelkamizda omonat edi bu. Haydovchi odam haqida ham Qur'onda, hadisda ularga tegishli bo'lgan oyat, hadislar bor. Buni bilib qo'yinglar. Har bitta qiladigan harakatimizga Alloh taolo oldida javob bergan bo'lamiz.